Assalomu alaykum. Bizning Biznes TV kanalimizda ashaddiy obunachilari hamda kanalimiz mehmonlari. Bugun sizlarga biz o'zgacha bir mini g'ez zavodlarini obzorini qilib beramiz. Albatta videoni oxirigacha kuzatib boringlar. Bittadan like bosinglar. Sizlar uchun yaxshigina yangiliklarimiz bor. Agarda qanaqadir apparatlar yoki pechka, kotel, drablka, xullas kimgadir qanaqadir apparatlarimiz, yasagan uskunalarimiz ma'qul kelib qolgan bo'lsa, bemalol mana shu nomerlarga shunday aloqaga chiqinglar. 100% chiroyli qilib yetkazdirib adreslaringizga xudo xolasa yasab, dastavkalari bilan qilib beramiz. Faqatgina sizlardan bittagina iltimos, videolarimiz kengroq tarqalishi uchun o'zlaringni hissalaringni qo'shib bittadan like bosasizlar, ayamisizlar degan umiddamiz. Qani unda biz videolarimizni sizlar uchun to'liq obzorda boshlaymiz. Qani ketdik. Xo'p, bu apparatimiz do'stlar ko'mir briket rushnoy holatdagisi. Albatta imkon qadar video davomida shuni bitgan holatini, ishlayotgan holatini ham ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Narxi 4 million edi. Dastavkasi bilan 3,5 millionga beraveramiz. Kimgadir kerak bo'lsa, bir kunda bitta odam 1 tonna o'ynab chiqarib qo'yadi, do'stlar. Kimgadir kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar bunisidan. Dastavkalar o'sha. O'zbekiston 12 viloyatga hamda qo'shni yurtdan Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston, Turkmaniston bo'ylab ham chiroyli qilib yetkazdirib beramiz, do'stlar. Bular esa o'sha gidro silindrli mini g'ez zavodlarimiz, hammasi bittalik, do'stlar. Bunisi ham bittalik blok razmerda, bunisi ham bittalik blok razmerda, bunisi ham bittalik blok razmerda. Faqat razmerida 1-2 santi farq bor xolos. Tojikistonga, Qirg'izistonga, O'zbekistonga xo'p, zakaz qilgan akalarimiz hammasiniki xudo xolasa tayyor, motorlarini yangi qo'yamiz. Xo'p, motorlarga kelsak, benzinli, solarishli, tokli. Tokda faqat do'stlar 380 tokka ishlaydi, 220 ga ishlamaydi. Ha, do'stlar, yangiligimiz bu narxlar hammasiga zakonni qilib sizlar uchun maza qilsin deb aksiya e'lon qilib qo'ydik. Narxini ham video davomida aytib o'tamiz, do'stlar. Xo'p, benzinli, tokli, solarishli farqi yo'qmi narxida degan do'stlarimiz uchun benzinli, tokli bitta narx, solarishli esa ya'ni dizelni ozgina razniya qiladi, ya'ni qimmatroq bo'ladi. Shu 50-100 dollar farq qiladi. Xo'p, rasxodlarga kelsak, tok 5 kilovatli motor qo'yiladi. 380 ga 5 kilovat, bemalol soatiga 5 kilovat yoqadi. Hisoblayverasizlar, bu degani soatiga 5000 rasxod tok qiladi. Endi buni qancha chiqarsa bo'ladi deydi, do'stlar. Juda ko'p joylarga berganmiz, ishlatyapti, maza qilib chiqaryapti. Ko'rmaganlar bo'lsa, shu chiqarayotgan akalarimizning videolarini qo'yib qo'yganmiz. Ko'rishlaring mumkin. Buni bemalol 3 kishi yoki 2 kishi blok razmerda 4000 tagacha quyapti ekan, eng ko'pi bilan. Eng kami 2000 ta quyapti ekan blok razmer. O'sha razmerlar farqi yo'q. 38, 40 ga 25, xullas razmerda umuman ahamiyati yo'q. Do'stlar, har bitta detalini yangi qo'yamiz. Apparatimizga 1 yil garantiya beramiz. Adresimgacha yetkazib bering desa, yetkazdirib ham beraveramiz. Xo'p, albatta buni hozir ishlash jarayonini ham sizlarga ko'rsatib o'tamiz video davomida. Bizni kuzatib tursalaring. Bunisi esa bitta, ikkita, 3ta, 4ta, 5ta, ag'da ham 5ta. 10 talik rushnoy g'ish qolip. Ya'ni buning razmeri 38, 18, podyomi 13, ichiga atrofiga, ya'ni aynan o'tirib nerjikalarni qo'yib chiqamiz. Bemalol bunda Qashqadaryoga akamiz buni, ya'ni yana bitta katta mishalkasini hamda lentasini, drablkasini zakaz qilgan. Zakazlari sekin-sekin xudo xolasa tayyor bo'lyapti. Buni mana yengil balonda tortib yuraveradi, ko'rib turibsizlar. Xo'p, endi buni qulayligini bitta ko'rsataydi. Mana shu holatda, xo'p, mana buni shunday bossangiz o'zi pastga tushadi. Mana shu holatda turadi. Aravada lo'yda olibki bitta to'kildi, ustini yaxshilab tekkizlandi, bo'ldi. Buni shunday mana shu yerdan bosasiz, do'stlar. Bosganingizda o'zi ko'tariladi. Ko'tarildimi? Mana endi bag'iga ahamiyat berasizlar. Tushdi. Xo'p, endi turaveradi. Tagida g'ish qoldi. Buni bemalol baqa tortib, shunday tortib olsangiz, nasib qilsa 10 ta g'ish tayyor bo'ladi. Yana shu
davom ettirib ketaverasiz. Buni yana bosasiz, o'zi tushadi, yana loyni tashisiz, to'ldirasiz, yana shuni bosasiz, yana 10 ta tayyor o'sha blok razmerda bemalol mana shunda ham ishlasa bo'ladi do'stlar. Xo'p, buni o'sha mishalkasi, xullas kompleklari bor. Narxlarini arzon qilib qo'ydik. Kimgadir kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bunisi ham mana tayyor bo'ldi, krasiyaga chiqdi. Bu ham razmeri adashmasam blok razmerda 38 16, podyomi ham 16 razmerda bo'lgan. Xo'p, ishlashini ham albatta ko'rsatib o'tamiz. Do'stlar, drablka yoki pechka yoki boshqa ko'mir briket apparatlari, toklisi, rushnoya, kimgadir qaysidandir kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilsalaring, yasab berilaveradi. O'sha apparatlarimiz ham qurudan bor. O'sha apparatlarga ham bemalol zakaz qilsalaring yasab beraveradi. Mana shuni dizel varianti, ya'ni ikkitaligini Tojikistonga, ya'ni Dushanbega tayyorlaganmiz. Ana shuni ishlash jarayonini birgalikda tomosha qilamiz. Qani unda biz boshladik. Chiqargan ishlari do'stlar mana o'zlaring ko'rib turibsizlar, ikkitalik. Xo'p, bemalol chiqqandan keyin ham ko'tarib, ustiga odam chiqsa ham ko'taraveradi, faqat loyini me'yoriga nihoyatda keltirish kerak. Xo'p, bu ham juda me'yorda emas, imkon qadar me'yoriga keltirsa yanada yaxshi bo'ladi. Xo'p, razmerimizni mana o'lchashimiz mumkinki, xo'p, 36 18 podyomi 16. Mana do'stlar, ko'rishlaring mumkin. Ikkitalik Solarishning apparatimizdan Tojikistonga dastavkasi bilan jo'natdik. Ana shu akamizni apparatidan chiqqan g'ishlar. Endi do'stlar, narxiga kelsak, Tojikistonga Dushanbega nech pulga ketdi degan savolga,
Xo'p, tojikistonlik do'stlarimizga aytib o'tamiz, 20 ming somonga o'sha Dushanbemi Karvon bozorgacha, ya'ni yoki Xo'jand somon bozorgacha yetkazdirib beriladi do'stlar. Ozmos yana kelishtirib beraveramiz. Bittalik, ikkitalik farqi yo'q. Faqat bittalikda qanday razmer kattalashsa bittalik qilgan yaxshi. Agar razmer mayda bo'lsa, ikkitalik qilsa yana yaxshi. Shunisiga ahamiyat berasizlar do'stlar. Xo'p, dollarda, joyida qancha degan do'stlarimiz uchun aytib o'tamiz. Imkon qadar sizlar uchun narxlarini farqi yo'q. O'sha bittalik, ikkitalik faqat salarishnikda ozgina narxida farq bo'ladi. Endi narxlariga kelsak do'stlar, bu apparatlarimizning narxi o'sha mana shu hozir avgust oyi bo'lsa, iyun oyida 1700 dollar atrofida edi. Hozirgi kunda ham kurs tushdi. Bu apparatlarimizni ham tushirib qo'ydik. Sababi endi silindrlari Xitoydan kelyapti yangi. Shu o'zimiz imkon qadar shu kanallarni topdik. Motorlar narxlari tushdi. Yangi motorlar ham hammasi yangi. Shuning uchun imkon qadar biz yana shu klientlarimizga qulaylik qilib, buni mana shu joyida do'stlar atiga 1,5 ming dollar qilib qo'ydik. Bemalol kelib olib ketishlaring mumkin yoki agar dastavka deydigan bo'lsalaring, manzillaringga qarab 50 dollar, 100 dollar farq qiladi. Bo'ldi. Bemalol olib ketsalaring bo'laveradi. Bu apparatimizni ham do'stlar, ya'ni o'sha ruchnoy g'ish apparatimizda buni razmerini ham farqi yo'q. Kimga qanaqa razmer kerak bo'lsa qilib berilaveradi. Bu ham hali mashmashasi yo'q. Bunda ham, unda ham maza qilib ishlatadigan. Uni do'stlar ana shu holatini kimgadir qiziq bo'lsa 7 millionga tayyorlab beraveramiz. Bemalol undan ham zakaz qilsalaring yasab berilaveradi. Katyollarimizni ham ko'rishlaring mumkin do'stlar. Har xilidan bor. 40 kvadratdan 200 kvadrat, 100 kvadrat, 50 kvadrat, 80 kvadrat istaydigan katyollarimiz bor. Qilib berilaveradi. Kimga qanaqasidan desa, hozir bular eng arzon variantdagi katyollar, mana shu stildagi, ya'ni ekonom pechka deydi, EKG pechkamiz ham bor do'stlar. Undan ham qilib beraveramiz, bundan ham qilib beraveramiz. Bemalol unisidan ham, bunisidan ham so'rashlaring mumkin. Yoki o'sha, ya'ni drablka so'ragan do'stlarimiz uchun ham drablkalarimiz ham turlari nihoyatda ko'p qilib berilaveradi. Bemalol aloqaga chiqib so'rashlaring mumkin.